Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Racer Black osmasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Racer Black osmasi farmakoterapevtik guruhiga ko'ra, ya'ni ta'sir qilishiga ko'ra, shokka qarshi, ichak peristaltikasini yaxshilovchi, energetik quvvat beruvchi, organizmdagi zaharli moddalarni haydovchi juda ham yaxshi samarali dori vosita hisoblanadi. Demak do'stlar, siz hozir ta'sir qilishini bilib oldingiz. Endi ushbu dori vositani qo'llanilishini bilib olishingiz kerak. Demak, birinchi navbatda kapillyar qon tomirlaridagi qon oqishini yaxshilaydi. Demak, Racer Black masalan kapillyar qon tomirlar juda ham, ya'ni kichkina qon tomirlar hisoblanadi. Endi tasavvur eting, mana shu yerga kichkina qilib chizyapman endi. Demak, mana shu yerda qon aylanishi yana buziladigan bo'lsa, shuni qon aylanishini yaxshilaydi. Demak, bundan tashqari teri kuyishdan keyingi shu sohada qon aylanishini, ya'ni faollashtirish maqsadida Racer Black osmasi qo'llaniladi. Bundan tashqari operatsiyadan keyingi holatlarda, o'tkir qon yo'qotish holatlarida, gemolitik va toksik shokni oldini olish maqsadida, gepatitni, ya'ni sariq kasallikning kuchayishini, ya'ni o'sha kasallikning rivojlanishini sekinlashtirish maqsadida, bundan tashqari infeksion kasalliklarda, sepsisda, tromb hosil bo'lishini oldini olishda va holsizlanib va kuchsizlanib qolish holatlarida qo'llaniladi. Do'stlar, men sizlarga hozir bir narsani aytib o'tay. Demak, mana bu holsizlanib qolish va kuchsizlanib qolish dedim-ku. Demak, mana shunda ham qo'llaniladi, lekin uncha ham effektli emas. Shuni ham yodda tuting. Ya'ni biz bilamizki, sermin, silemin, shunga o'xshash aminokuamin, noamin degan masalan aminokislota tarkibli dori vositalar bor. Ular aynan holsizlanib va kuchsizlanib qolgan, ya'ni bemorlarga qo'llaniladi. Racer Blackning ham tarkibida o'sha kuchaytiruvchi moddalar bor, lekin ana u aminokislota tarkibli sermin, kuamin, noamin, seleminlar singari emas. Shuni ham bir yodga olib qo'ying. Tushundingizmi? Do'stlar, yana bir narsani aytib o'tay. Mana shu Racer Black osmasi mana 200 ml ekan. Demak, mana shuni tarkibini aytib o'tsam, demak tarkibida sorbitol, natriy laktat, kaliy xlorid, natriy xlorid, magniy xlorid, kalsiy xlorid va inyeksiya shu tarkibida suv bo'ladi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ushbu dori vositani qo'llashdan avval siz albatta doktor, ya'ni shifokor ko'rigiga, ya'ni borib kasalligingizni aniqlashingiz lozim. Demak, ushbu dori vosita sistemali, ya'ni orqali venaga yuboriladi, ya'ni sekin tomchilatib yuborilishi kerak. Demak, daqiqasiga 40-60 ya'ni tomchidan yuboriladi. Demak, 1 sekundda 1 tomchi, ya'ni organizmga kirishi kerak. Demak, do'stlar, mana shu Racer Black osmasi 100, 200, 250, 400, 500 milli ko'rinishda chiqadi. Hozir mana bu 200 milli ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, demak 100, 200, 250, 400, 500 millida chiqadi. Demak, davolanish vaqti ushbu osma bilan 3, 5, 10 kun. Tushundingizmi? Masalan, doktoringiz sizga 3 kun berishi mumkin, 5 kunga yozishi mumkin va 10 kunga yozishi mumkin. Bu kasallikning darajasiga qarab belgilanadi. Endi qo'llanilishini bildingiz, ya'ni qaysi holatlarda. Demak, o'sha yerda qon aylanishi, ya'ni buzilganda, o'sha terida kapillyar qon tomirlarida qon aylanishi buzilganda, yoki shokni oldini olish maqsadida, gepatitda sariq kasallik kuchayishida, ya'ni qo'llaniladi, ya'ni uni sekinlashtirish maqsadida. Buni bilib oldingiz do'stlar. Endi ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ham qisqacha bir to'xtalib o'tay. Demak, ko'ngil anish va qusish kamdan-kam holatlarda bo'lishi mumkin. Terida toshmalar ham paydo bo'lishi va arterial bosimning oshishi yoki pasayishi va taxikardiya, ya'ni yurakning qisqarishlar sonining yana oshishi kuzatilishi mumkin. Tushundingizmi? Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash mumkin bo'lmagan, ya'ni holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi navbatda ushbu dori vositaga nisbatan sizda allergik reaksiya, ya'ni paydo bo'ladigan bo'lsa, ushbu dori vositani qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari do'stlar, buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda va insult kasalligida ham mumkin emas va organizm suvsizlanish, ya'ni holatlarida va yurak yetishmovchiligida ham qo'llash tavsiya etilmaydi do'stlar.
Demak, bundan tashqari eng asosiy nuqtasi homiladorlik davrida mumkinmi degan sizda savol tug'iladi. Demak, homiladorlik va laktatsiya davrida, ya'ni emizish davrida qo'llanilmaydi. Ya'ni majburiy, hollarda embrionning holatiga qarab shifokor tomonidan buyurilishi mumkin. Agarda oxirgi, chora bo'ladigan bo'lsa ana shu narsa. Tushundingizmi do'stlar? Bundayligicha, homiladorlik paytida qo'llash tavsiya etilmaydi. Demak do'stlar, ushbu Restorblak osmasi juda ham yaxshi osma. Organizmda masalan qandaydir zaharli, moddalar yoki unsurlar bo'ladigan bo'lsa, organizmdan chiqarib yuboradi. Demak, ushbu dori vositaning, chiqarish davlati, ishlab chiqarilish davlati Ukraina hisoblanadi. Demak, qo'llash albatta retsept bilan. Tushundingizmi? Demak do'stlar, Restorblak osmasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Agarda o'zingizda qandaydir savol tug'iladigan bo'lsa, kommentariyamizga yozib qoldirishingiz mumkin. Biz esa ushbu savolingizga do'stlar bo'sh vaqtimizda javob yozib qoldiramiz. Demak, bu osma haqida ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Salomat bo'ling.